Hürmetli vatandaş, bugün Çislak 2024 yıl 7. ayının 11. günü haftaga payshanba. Endilikki xabar yuqorqi vaziyatning tafsili, konkret xabarlarini anglaysizlar vatandaşım. Mavzu mundaq. NATO yuqori darajaliklar yig'ini Beijingga 4 turlik ochiq dori tayyorladi. NATO Beijingga qattiq qo'l soldi. Mavzuli xabar 7. ayının 10. gün Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 2024 yılı NATO 7. ayının 9. günü haftanın 2. günüden başlap Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Washingtonda yuqori darajaliklar yig'ini ochdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ikki partiya mansublari orqa-orqadan ifoda bildirib, Yevropadagi ittifoqdoshlar bilan munosabatlarni kuchaytirib, Jungo Kompartiyasining endi Tinch okeandagi hayva qilib kelayotgan harbiy harakatlariga taqobil turishni talab qildi. Haftanın 2. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan tunji navbatlik kechiringlar. Tunji navbatlik NATO Davlat Mudofaa sanoati munbirida nutq so'zlab bundoq ko'rsatdi. NATO ve NATO'nun endi Tinch okean rayonidagi sheriklari, jumladan Yaponiya, Koreya, Avstraliya ve Yangi Zelandiya 4 turlik birlashma to'g'ri harakatga keltirib, hamkorlikni chuqurlashtirib, Jungo Kompartiyasining endi Tinch okean rayonidagi kengaymichiligiga va Yevropada NATO bilan qarshi harakatlariga boshqa vaziyat nima dedik? Jungo hozir NATO bilan qarshilashyapti dedik. Mana bu yerda Jack Sullivan ham shu so'z, masalan Jack Sullivanni elib shundoq dedik. Jack Sullivan şu söz bo'yicha nima dedi? Hozir NATO, Jungo Kompartiyasi NATO bilan qarshilashyapti dedi. Bu minbarda Jack Sullivan, Jack Sullivan yana mundaq ko'rsatdi. Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi. Bu turlar jumladan Ukrainani nuqtaliq qo'llashni, aqliy iqtidor, soxta uchur, internet bexatarligidan iborat yoki internet bexatarligi qatorliq 4 tarafdan endi Tinch okean rayonidagi mustabid davlatga qarshi turishdan iborat. To'rtta dora tashkil dora dedi qo'shilgan. Hozirgi zamonga hamda urush davri, u davri o'tmish davrlar bir harbiy harakatni darhol harakat keltiradigan davrlar emas. Hozir qarang mana. Saxta uchur, internet, yani nima 4 davr, Ukrainani qo'llash, aqliy iqtidor. Mushu jihatda hozir Osiyodagi mustabid davlatga qarshi turishdan iborat. Jungo. Jack Sullivan yana mundaq ko'rsatdi. Harbiy turlar, har bir tur bir-biriga o'xshash bo'lib qolmasdan, eng muhim nishon birdek bo'ladi. NATO a'zo davlatlarning nishoni birdek bo'ladi. Iqtidor intayin kuchli. Demokratik davlatlarning aloydiligi ve kuch ustunligi orqali o'rtaq yarashar xarakterlik xaraslarga taqobil turdi. Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan yana mundaq ko'rsatdi. Yevropada yuz bergan voqealar endi Tinch okean rayoniga ta'sir ko'rsatdi. Endi Tinch okean rayonida yuz bergan voqealar Yevropaga ta'sir ko'rsatdi. Ana vatandaş mana huquq. Vallahilik siyosiy huquq so'z, siyosiy so'z iborat emasdan hozirgi dunyoni bir tutash holatga elib keldi degan gap. Mushu so'z bilan Yevropa, Osiyo deb ayiradigan ish yo'q. Yevropadagi tahdid Osiyoga yetib keladigan tahdid, Osiyodagi tahdid Yevropaga yetib keladigan tahdid. Shunga bu yerda biz birdek NATO
Amerika ve başka şerik ittifakdaşlar hemmimiz birdek. Ortak hırs, ortak düşmanga karşı duruş. Asya'daki müstebit karşı duruş. Bu yıl NATO'nun yukarı derecelikler yığında muhakeme kılıdığın en mühim nokta demokratik devletlerinin iktidarını birleştirip Cumhuriyet Kompartiyası Katarlık müstebit devletle elip kelgen Hrislağa takabül turuştu. Aşkar oldu mu vatandaş? Hrislağa takabül turuştu. Bu yerdeki Hrist degeniniz deme, birinci. Hazır Cumhuriyet taraftan kilovatkan Hrist dollar bilen kengaymişlik kılış. Bunun şekli bir yol, bir belbağ şekli. İkincisi, rayin karakterlik guruhvazlık. Mesela Şanghay Hamkarlık Teşkilatı bilen dünyanın vaziyeti gibi etrafındaki devletlerine tehdit siliş. İkincisi, Uyguristan'da bir tarafta türme, bir tarafta cezalar göre, bir tarafta ırkî kırgınçılık, bir tarafta medeniyet yoktu şerkti, bir tarafta asimilasyon. Muşulanın hemmisi Hrist. Bunun sırtıda bugün yani Avrupa'ya yürüp berip, askeri kısımlarını evetip, Belarusya bilen bir harbi manevri ötküzüp, NATO'ya tehdit siliş. Bularning hemmisi Hrist vatandaşlar. Muşlarning hemmisi Hrist. Yig'ib aytganda Cumhuriyet Kompartiyasidan kelayotgan Hrist. Bu Hristlarga taqobil turish. Deydi, Cumhuriyet Kompartiyasi qatorliq mustabid davlatlar elib kelgan Hristlarga taqobil turish. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi muavin ministri Shest munbarda doklad berib, yanıma ilgilab tushundirib, Sovetlar ittifoqi davrini tilga ilib mundaq ko'rsatdi. NATO mavjud bo'lib turgan ko'p vaqtlar ichida biz nayta asta harakat qiladigan va shuncha qo'pol strategik raqobatchiga duch kelgan edik. Rossiya sobiq Sovetlari demoqchi. Aksicha bugun endi Cumhuriyet Kompartiyasi boshchiligidagi strategik raqobatchiga duch keldik. Bu raqobatchilar davlat mudofaa sanoatini taraqqiy qildiryotdi. Muavin davlat mudofaa ministri Shest yana mundaq ko'rsatdi. G'arbiy Tinch okean olqigan davlat mudofaa sanoati asoslari hozir halqiliq payttiryotdi. Masalan, bu lagerni aytgan g'arb dunyosi yoki hozir G'arbiy Tinch okean algıgan devletler asası yakın devlet müdafaa asaslarına sanatı hem de cumhurluklar ya ki müstabitler aşını kılıvatkanda bizden devlet müdafaa sanatımız mı? Halkılık pey tuturuvatlı. Muavin ministri Shest, devlet müdafaa ministri Shest bunda görsetti. Bugün yer şahı karakterlik demokratik devletler kural yarak skilatları ittifaqdaş devletlerini ve NATO'ya şerik bulunduğun endi Tinch okean devletlerini şeriklerimizde çağırıp Hristlarga ortak taqobil turimiz. Avustraliya, Yaponiya ve Koreya qatorliq endi Tinch okeandagi şeriklerimiz bilan hamkorlashib harbiy qurol-yarog' ishlab chiqaramiz. Aeroplan parxodlarini birlashib remont qilamiz. Har qaysi taraflar ortak menfaatlanamiz.